Bozorda bir ot sotgan odamdan xaridor so'rabdi-da, otingni aybini aytgin. Men qassobman, aybi bo'lsa ayt desa. Otning egasi otimni o'pkasi teshik deb javob beribdi. Haligi odam otni olib borib so'yib qarabdi, qassob ekan. Qarasa haqiqatan ham o'pkasi teshik. Hayron qolibdi. Oradan bir oycha vaqt o'tib otning egasini ko'rib qolibdi. Birodar, avliyomisan nima? Uyga olib borib so'ydim otingni. Qarasam haqiqatan ham o'pkasi teshik ekan. Qayerdan bilding? Desa otning egasi aytgan ekanki, chunki o'sha otimni bolasi uni ko'zini oldida o'lgan edi. Bolasini yo'qotgan edi. Zero bu dunyoda farzand dog'ini ko'rgan mavjudot borki, uni ichi butun bo'lmaydi deb javob bergan ekan. Hayvonni ham ayirmasin bolasidan. Aylanagin ko'zlaridan, jonasidan. Falaklarga o't ketmasin nolasidan, o odamlar. Bolalarni o'ldirmanglar. Men tinchman-ku, menga nima deya olmadim. İçim yondi, tilginamni tiya olmadim. Nasroniymi, musulmonmi bila olmadim. O odamlar. Bolalarni o'ldirmanglar. Azizlarim, mana shu Moskvada 16 dekabrda bo'lgan hodisa, kecha ikkalamiz shuni ko'rib, shu voqealardan haqiqatan qon bosimlarimiz oshib, ikkalamiz ham dori ko'rlarni olib ancha ta'sir qildi. Chunki bizda ham bola borda. Men ko'z oldimda